YouTube birinchi darslik. Bugun kanalni to'g'ri so'zlashni ko'rib o'tamiz. Keling, mana bu yerda menda eski kanal bor. Albatta, kompyuterdan kirsangiz juda qulay so'zlash uchun. Mana bu yerda tahlil degan kanalimiz bor ekan. Bizga buyurtma bo'ldiki, bolalar qo'shiqlari kanalini ochish bo'yicha. Endi biz kanalimizni noldan qanday qilib so'zlashni ko'rsatib o'tamiz. Mana bunga kiramizda, mana kanalni tomosha qilish yoki rus tilida bo'lishi mumkin, yoki shu joyda ingliz tilida bo'lishi mumkin. Shuni bosamiz va mana bu oyna ochiladi. Bu oynada e'tibor bering, kanalni ko'rinishini so'zlash, videoni so'zlash. Birinchi kanal ko'rinishini so'zlashga o'tamiz. Va yaxshi va tez so'zlash uchun bizga eng qulayi ChatGPT. Shu joyga kirib ChatGPTimiz tayyor. Bu joyda birinchi o'zgartiradiganimiz profil so'zlamalar va qo'shiq nomlar. Kanal nomini tanlab olishimiz kerak. Yozamiz. YouTube kanal uchun nom topib ber. Keling, men 20 ta variant so'rayman. Shuning ichidan eng yoqqanini tanlab olamiz. Variant ingliz tilida va yo'nalish bolalar qo'shiqlari. Ya'ni Papalyam, Siniy traktor shunga o'xshagan yangi turdagi qo'shiqlar yaratilar ekan. Shu kanalni so'zlayapmiz. Mana nomlar chiqib keldi. Ingliz tilini bilmasangiz mana bu joydan tarjima qilib, keyin o'zingizga yoqqanini, menga 15-inchisi yoqdi. Nomi har bir qilgan o'zgarishingizda saqlab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Endi bizda banner rasm kerak. Eng oson yo'li mana shu joyni kopiya qilib, mana shu yerga olib kelib joylashtirasizda. Shu bo'yicha banner rasm tayyorlab ber. Agar shunchaki internetdan topib qo'ysangiz, mana bu yerda shartlari bor. Ya'ni 2048 ga 1152 piksel, keyin hajmi 6 megabaytdan oshmasligi kerak, chunki biz internetdan olgan rasmlarimiz megabayti katta bo'lsa, mana shu joylarda muammolarga duch keladi. Shu tayyorlagan rasmimiz bu joyda ham va profil rasmiga ham to'g'ri keladi. Mana hozir bizda rasm tayyor bo'lyapti. ChatGPT aynan 2048 ga 1152 razmerda tayyorlab beradi. Endi rasm tayyor bo'lguncha bu joyga o'tishimiz kerak. Shuni o'zini joylashtiramiz. Lekin bu nom bo'lishi, katta ehtimol bilan bo'lishi mumkin. Mana tekshiradi. Probel tashlab ketamiz. Bu nom band, mana qarang. Demak, masalan 2026. Bo'sh bo'lsa mana shunday galchka chiqadi. Sitbab degan kanalni mana nashr qildik. Nomi hamda rasm topdik. Mana bizning rasmimiz ham tayyor. Buni saqlanib qilib olaman. Agar kompyuterda rasmni qanday saqlanib qilib olishni bilmasangiz, shunchaki ChatGPTdagi tayyorlangan rasmni ustiga bosib, mana bu qismidagi yuklab olish belgisini bossangiz ham yuklab olib beradi. Endi buni o'zgartirishga bosamizda, yuklamalardan birinchi rasmimizni olamiz. Tayyor rasm. Tayyor. Va ikkinchi rasmni olamiz. Ikkinchiga ham shu rasmni qo'ysak bo'ladi. Tayyor. Va nashr qilamiz. Bu qismi ham tayyor bo'ldi.
Endi kanal tasnifi degan joyi bor. Yana ChatGPTga kiramizda. Kanal tasnifi, hashtaglar, SEO uchun so'zlab ber. So'zlab yozib ber. Ya'ni SEO bu Google tizimida qidiruv. Tayyor. Kal so'zlar, hashtaglar. Hammasi tayyor. Endi buni nusxalaymizda kanal tasnifiga yozamiz. Shu bizga kerak hashtaglar. Ya'ni mana shu hashtaglar qidiruv tizimida chiqadi va nashr qilishni bosamiz. Bu qismi ham tayyor bo'ldi. Endi mana bu qismidan endi sozlamalar bo'limiga o'tib, sozlamalar bo'limiga o'tamizda. Birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari qolaversin. Bu to'lov valyutasi. Bu yerda xohlagan nimani qo'yishingiz mumkin. Bizda Amerika Qo'shma Shtatlari yaxshi. Keyingisi kanalni sozlash bo'limiga o'tamizda. Kanalda birinchi mana bu kalit so'zlarni sozlab olishimiz kerak. Bizda kalit so'zlarni bor mana. Kalit so'zlarni olamiz hozir. O'chiramiz. Mana kalit so'zlar bo'limiga o'zimizga kerakli kalit so'zlarni yozib olamiz. Shu joyda e'tibor bering, kalit so'zlarimiz virgul bilan yozilmasa, kalit so'zlarimiz virgul bilan yozilmasa, mumkin bu qism o'zbekcha ekan, inglizcha bo'lsin. Bu holatda joylashmaydi, virgul bilan yozilishi kerak. Buni yozgandan keyin buni ham saqlab olamiz. Yana o'sha qismiga o'taman. Kanal. Ikkinchi bo'limiga o'tsak, e'tibor bering. Mana bu yerda mani kanalim bolalar uchun emas degan joyni belgilab olishimiz kerak mana. Net, moy kanal ne для детей. Yoki inglizcha bo'lishi mumkin, ruscha bo'lishi mumkin. Keyingi qismiga o'tamiz. Keyingi qismida birinchi qismi o'zi ochilgan bo'ladi. Sizda ikkinchi qismida telefon raqam tasdiqlash so'raydi. Mana bunda tasdiqlangan. Mana shu joyda iloji bo'lsa bizda Beeline raqamlar yaxshi tasdiqlanadi. Boshqa kompaniyalar bir marta yoki ikki marta imkon beradi va qo'ng'iroq bo'lmaydi yoki SMS kelmasligi mumkin. Ucell ham yaxshi. O'sha kompaniyada bo'lsa, abonent tasdiqlab olasiz va buni tasdiqlagandan keyin normada rejim bilan video qo'ysangiz, mana bu bo'lim ham ochiladi. Mana shu bo'lim ham ochiladi. Bu yerda kanal tarixi, boshqa narsalar bor. Mana shu joyini sozlab olish kerak. Telefon raqam tasdiqlaysiz va bo'lim ham ochiladi. Endi mana bu qismi ham bor. Agar загрузить video, ya'ni video yuklanganda bu yerda video yuklangan paytda avtomatik sarlavha yuklab yuborishi yoki videolarda bir xil tasnif yozib berishi mumkin. Masalan, mana bu qismini yozib qo'yishim mumkin. Video yuklangan paytda mana bu tasnifni avtomatik qo'yib beradi. Har bir videoga hashtag bilan har bir videoni yuklaganda avtomatik shuni qo'yib beradi. Bu joyni ham sozlab olish mumkin. Demak, birinchi darsda kanalni to'g'ri sozlashni ko'rib chiqdik. Keyingi darsimizda to'g'ri videolarni joylashtirish va videolarni qaysi paytda joylashtirish, qaysi yo'nalishda videolar qilishni ko'rib chiqamiz. Mana bu joyni ko'rsatmay ketibman. Mana Qo'shma Shtatlar fuqarolik. Mana shu joyi обязательно bo'lishi kerak, chunki O'zbekiston qolib ketsa, O'zbekistonda monetizatsiya o'chgan mana.